Yaxshimisilar do'stlar? Men sizlarning 100 tuvan qijiljan do'stinglar endimman. Bugun sizlarga so'zlaydigan hikoyamiz bo'lsa, qiynatisining yeniga mol topshirishga berib, jon topshirayotgan oz qolgan danchun yigitning hikoyasi. Hikoyamizning bosh personaji Shamil Shokolad jiroq yaqinqi dangliq sheyshangchi bo'lib, qizlarning maslakchini tortish jarayonida bir hammadan bovshov kiyinib olgan bir oppoq qiz Layliga ko'z tushib qoladi. Laylimu Shamilning qora rangli yo'g'on apparatini ko'rib, Shamilni yaxshi ko'rib qoladi. Yo, jinim, narimni yaxshi ko'rib, men bilan to'y qilmoqchi bo'lgayding sen. Jinim, men sening mush kasbingga amroq, kelgusi parlaq, shishangchi degancha jiq tepib tez o'ladigan yaxshi gullanadigan kasb emasmi? So, uyingdagilar qo'shilarmi? Ansirma jinim, arshu mashinaga xaridor qilib xo'sh olsin-a. Laylining sadda ham sabiy so'zlari Shamilni qattiq ta'sirlantirdi. Atsa ular birga yo'lga chiqdi. Shamil o'zining otam ko'migan, onam ko'migan bir yerga ketib borganligini his qilib, og'inamga bo'lsa-mu deb qo'yayjimi, deb o'zidan ozroq oq bo'lgan shahardek og'inisi Komilga telefon qildi. Yo, what's up, adash? Men to'y qiladigan bo'lib qoldim. O kim bilan? Layli bilan. Layli? Birat telefonni. Ya xon, bak shashqon. Komil bilan yurib, Shamil bilan to'y qilganmikan? Layli kim asa mayli bo'lib ketdingizdan-a? Bir nimaga hisobma biz? Voy, amisi sizmi keling ha? Avliyo o'g'li bo'lib ketmayli. Dadam biringlarni tanlab olsin. Yo, adash, to'y deganni-chi, yaxshi o'ylashchimi? Xotin deganni chaqmoq sip oladigan narsa. Shamil Komilning gapiga pisand qilmayli telefonni qo'yib yutadi. Ular oxiri cho'nglarning uyiga yetib keladi. Laylining jamiyatidagilar bir tog'liq jilg'ining ichida turadigan boy kishilardan bo'lib, Layli ularning birdan-bir orzuliq qizi edi. "Voy qizim, bir yigit kaynimda kuyib pishib yurdi" degandan bunchalik kuyib ketganini bilmabdim-ajmi? Elimi yo'l yaxshi kesh qolmabsizlar. Bo'lmasa sen yolg'izga o'xshaydi deb qolibdim-ki. Hey bala, nima kasb qilasiz? Yo, men operachi edi. Shishangchidir. Shangongdingni tishingga bekitib oldingmi nima? Shishangchilik qilg'ichi Gavsudi vijon tassam olmamda. Karamang yaxshida, ha? Ya topgan puling oyog'imga yig'ilib ketib baramda ya. Hey dada. Yo, chaqchaqib qo'ydi. Men go shishangchiga amra. Apang bilan ikkimizning to'yini tatgan shishangchi to'y deymizda teqib bermadi-chu. Ikkinglarnikini qo'shib bir xil chiqarib olaymi-ki deyman-ku. Yo, qiynatda, men shishangchi emas, fotograf. Qizimning to'yini sen tatib qo'yamsan? Bo'ldi-qilar dada. Shamil, sizga deyishni unutib qopdimi? Biz Almiras doktor jamiyati. Dadam tug'ut doktori, opam nerv kasalliklar doktori. Qanda, xotinim seni davolab qo'ysinmi? Shishangchi. Hey dadisi, mabani aylantirib keling, biz qizlarning parangini qilib olaylik. Laylining dadisi Shamilni ilib o'zining o'yli aramlarini ko'rsatib chiqdi. Hamda o'zining qanchalik jafoda egilik tiklab, dadisining mirosiga erishganligini so'zlab berdi. Bu jarayonda Shamil bu yerda chiroyi tortishib qolgan qarxotin bilan ishtini tortishib qolgan qarvoy dabiyizini ko'rib hayron bo'ladi. Laylining dadisi bo'lsa tushundirib, ularning uzun yildan yog'i bu yerda ishlayotganligi hamda o'z bilan bir oila kishilardek o'tadiganligini aytdi. O'g'lim, badan sapoying xili yaxshida qilib turdi, ha? Anda-munda chiniq qo'yamsa qanda. Albatta, Layli ishkimiz doim birga chiniqimiz. U qo'sa qatlaydi, men yer beg'irlayman. Esil yangzangva. Menmi yosh vaqtimda mushunda qo'shkichlik chiniqatdim. Qo'saqmi ochqanda, bolam. Qinanan san o'xshitib bir vaymaydiyanlik qilib bersinmi? Yo'sha qiynata. Chawmifindin birni, vila. Zada hozirgi bolalarcha parnikning bolasida. Yegandan keyin mundaq bir bovla yemamsa. Shunda qilib, tomoq yeydigan vaqtmi yetib keladi.